Aziz do'stlar, Avstraliyaga kelgandan keyin o'zbekistonlik talabalar qancha pul ishlab topishlari mumkin? Queensland shtatida, Brisbane shahrida yashayotgan vatandoshimiz Nodirxondan so'raymiz. Nodirxon, qancha pul ishlab topasiz? Xo'p, bu yerga kelgan studentlar o'rtacham shu part-time ishlash mumkin. $400 dan $800 deb aytadigan bo'lardim o'qish paytida, haftasiga bu. Ko'pincha shu Uberda ishlashadi, delivery qilib, keyin restoranda agar kimdir уже tayyor skilllari bo'lsa, men masalan shu software developer bo'lib ishlayman IT kompaniyada. O'shanga qarab shu 400 dan 800 gacha. Keyin o'qish tugagan paytda kanikulada 1000 dan ko'p topsa bo'ladi haftasiga. Aziz do'stlar, siz ham Avstraliyaga kelgan vaqtingizda siz tanlagan yo'nalish, ya'ni ish yo'nalishiga qarab shuncha summa o'rtasida pul topishingiz mumkin. Bu yerdagi minimum wage gapiradigan bo'lsak, $23,5 atrofida. Bu degani bir soatiga eng kamida shu $23,5 berish kerak. Undan kam bermaydi. Keyin haftasiga shu 24 soat ishlashingiz mumkin. O'shani endi o'zingiz sana olsangiz bo'ladi o'rtacham. Xo'p, shu Avstraliyaga kelganingizda maslahat beraman, kelishdan oldin bu hunarni yodlab kelsangiz, o'rganib kelsangiz, shu o'rtacham kamida $600 dan $800 gacha topsangiz bo'ladi o'qish paytida. Shunga maslahat bergan bo'lardim. Bu sohani yodlab o'rganib kelganingiz yaxshi.